Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambar alayhissalatu vasallam ko'p sirlarini bu kishiga aytganlar. Kelajakda bo'ladigan fitnalarni ham Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu ga aytib ketganlar. Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu aytadilarki, biz Umar ibn Xattobning huzurida o'tirgan edik. Umar ibn Xattob aytdiki, kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan fitnalar haqidagi hadisni eshitib, yodlab, esida saqlab qolgan dedi. Shunda Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu aytadilarki, ey Umar, men esimda saqlab qolganman. Kishining fitnasi ahlida, mol dunyosida, bolasida va qo'shnisida bo'ladi. Xo'p, namoz, sadaqa, amr ma'ruf, nahi munkar unga kaforat bo'ladi. Demak, insonning imtihoni asosan o'zini ahli ayolidan imtihon qilinar ekan, inson mol dunyosi bilan imtihon qilinar ekan, bola chaqasi bilan va qo'shnisi bilan imtihon qilinar ekan. Ya'ni ba'zi bir noxushliklar keladi, ular xafa qilib qo'yadi, itoat qilmaydi, shunga o'xshagan sinovlar keladi oilaning rahbariga. Lekin buni kaforati bor. Oilasi bilan yoki mol dunyosi bilan imtihon qilinib, inson ibodatdan kechikib qolishi mumkin, fikrlari chalg'ib qolishi mumkin, ilmdan uzoqlashib qolgan bo'lishi mumkin. Ularga mana bu narsalar kaforat bo'ladi degan ekanlar payg'ambar alayhisalom. Namozi, ro'zasi, amri ma'ruf va nahi munkar. Shu gapni aytuvdilar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu ga aytdilarki, ey Huzayfa, men sendan bu fitna haqida so'ramadim. Dengizning to'lqinlari kabi mavj urib keladigan katta fitna haqida so'radim dedilar. Shunda Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu aytdilarki, ey amiral mu'minin, uni sizga zarari yo'q. Chunki u fitna bilan ayni paytda yashab turgan odamlarning o'rtasida mustahkam eshik turibdi dedilar. Shunda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu ga qarab aytdilarki, ey Huzayfa, u eshik sindiriladimi yo ochiladimi? Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu aytdiki, ey amiral mu'minin, u eshik sindiriladi dedilar. Shunda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytdilarki, ha, agar sindiriladigan bo'lsa, undan keyin qaytib yopilmaydi dedilar. Qultu, buni rivoyat qiladigan tobiin aytayapti. Biz aytdikki, ey Huzayfa, Umar eshigini kimligini bilarmidi? Ha, bilardi. Go'yoki kunduzidan oldin tun kelishini bilgandek bilardi dedilar. Hazrat Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu o'shanda bilib turganlar hamma narsani. Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu buni ochiqcha bilganlar. Ya'ni shundan keyin odamlar so'ragan. Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu dan eshik kimligini so'rashga jur'at qila olmagan. Oxiri bular buyuk tobiinlardan Hazrati Masruqni o'rtaga qo'yib, Huzayfa ibn Yamandan so'rangchi, u eshik kim ekan degan. Bu kishining hurmati bo'lgan, ilmli bo'lgan, taqvodor bo'lgan Huzayfa ibn Yaman radhiyallohu anhu ga kelib, eshik kim edi degan. Eshik Umar edi deganlar. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu gacha fitna bo'lmaganda musulmonlarni ushlab turganlar Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Sindiriladi deganlari Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ni qatl etilishlari bo'lgan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ishoratan so'raganlar Huzayfatul Yamani radhiyallohu anhu da, eshik sindiriladimi, ochiladimi? Sindiriladi. Ha, bo'lmasa qiyomatgacha to'xtamaydi fitna deganlar Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Demak, mana sahobalar ne qadar fitnalardan uzoq bo'lishgan azizlar. O'shaning uchun musulmon odam fitnadan uzoq bo'lish kerak.